Allah Taala o'zining haqqiga qarta sodir qilingan gunohlarni mag'firat qildi. Innalloha yaghfiru zunubi jami'a deydi. Allah Taala bütün gunohlarni mag'firat qildi deydi, ya'ni tövbe qilsa. Çünkü haq ikki turlik bo'ldi. Biri Allah Taolaning haqqiga qartilgan qilmishlar, ikkinchisi bandalarning haqqiga qarta sodir qilingan qilmishlar. Bandalarning haqqiga qarta sodir qilingan qilmishlarni şu bandalarni rozi qilmoqcha Allah Taala kechirmaydi. Femen tabe min ba'd zulmihi ve aslah fe innalloha yatubu alayh deydi. Kimki zulm qilgandan keyin tövbe qilsa ve o'zininki buzg'anlarni o'ngshisa, Allah Taala o chaqda uni mag'firat qildi deydi. Ya'ni o'zining buzg'anlari deganimiz, bekimning haqqini evagan bo'lsa, bersa, bekimga aziyat qilgan bo'lsa, kechirim so'rasa, bekimning obro'ini tushirgan bo'lsa, ko'tarib qo'ysa, bekimning savdosini buzgan bo'lsa, uni o'ngshisa, demak, qilgan yomonlikni shu yomonlik qilg'uchidan kechirimini so'rasa, uni degan Allah Taala uni mag'firat qildi deydi.